Assalomu alaykum. Men Muxtorov Erkin Mustafovich, Buxoro xalqaro universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektori, psixologiya fanlari doktori, professorman. Bugungi kunda 16 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishlari, 8 ta demak magistratura mutaxassisligi va 6 ta ixtisoslikdagi doktoranturalar faoliyat olib bormoqda va universitetni bugungi kunda o'zining demak psixologiya ixtisosligi bo'yicha 2 ta shifr bo'yicha ixtisoslashgan kengashi mavjud. Kengashda qator yosh tadqiqotchilarimiz o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirmoqdalar, muvaffaqiyatli himoya qilmoqdalar va men sizlarni ham mana shu bizning Buxoro xalqaro universitetiga taklif qilaman. Kelajakda yuqori salohiyatli ilmiy pedagogik kadrlar bo'lib shakllanishi uchun universitetda barcha imkoniyatlar mavjud.